Ideal brendi eng sara mahsulotlarni siz azizlar bilan bo'lishda davom etadi. Umuman olganda, Ideal mahsulotlari sifatli xom ashyolardan tortib ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida qattiq nazorat qilinadi. Ammo hozirgi jihozimizga alohida e'tibor bermasak bo'lmaydi. Marhamat, tanishing, M5000 model mini pechi. Endi pizza, pirog, somsa va boshqa pishiriqlarni qo'rqmasdan pishirishingiz mumkin, chunki bu mini pechda buning uchun barcha funksiyalar mavjud. Birinchisi, eng avvalo bu 50 litrlik katta hajmdagi kamerasi. Bu katta oila yoki mehmon kutib olish uchun juda qulay. Ikkinchisi, 3 xil isitish rejimlari nima pishirishingizga qarab moslashtirish imkonini beradi. Masalan, pirog tayyorlayotganda bir xilda qizishi a'lo natijani kafolatlaydi. Pechning maksimal harorati 300 gradusgacha yetadi. Tepadagi ten 0.7 kW, pastdagi ten ham 0.7 kW quvvatga ega bo'lib, umumiy quvvati 1.4 kW ni tashkil qiladi. Shuningdek, ikki tenni bir vaqtda ishlatish imkoniyati bor. Bu esa energiyani tejab, pishirish jarayonini tezlashtiradi. Pech yorug'lik indikatori va pech lampasi bilan ta'minlangan. Shunday ekan, taomning qay darajada pishayotganini oson kuzatish mumkin. 90 daqiqalik taymer orqali siz pechni avtomatik o'chirish rejimiga qo'yishingiz mumkin. Bu xavfsizlik va qulaylikni ta'minlaydi. M5000 modeli nafaqat foydali, balki estetik jihatdan ham jozibador. Qurilmadagi 2 qavatli oynali eshik issiqlikni yaxshiroq ushlab turadi va tashqi yuzani qizib ketishidan himoya qiladi. O'lchamlari ham juda qulay, 30 ga 60 sm. Bu esa uni har qanday oshxonaga mos keladigan qurilmaga aylantiradi. Og'irligi 17 kg. Qo'shimcha qilib yana shuni aytish mumkinki, to'plam ichidan bitta kvadrat va bitta doira shaklidagi emallangan list chiqadi. Siz bilan bugun yana bir ajoyib texnika haqida bilib oldik. Yana shuni unutmangki, Ideal brendining hamma mahsulotlariga 3 yillik kafolat va servis xizmatlari mavjud. Ideal sifat va ishonchlilik kafolati.